Bugungi mavzu elektron kalitlar yordamida dasturiy ta'minotni himoya qilish. Elektron kalit nima? Elektron kalit haqida ma'lumot ega bo'lamiz. Elektron kalit bu odatda USB portga ulanadigan kichik qurilma bo'lib, u ichida maxfiy identifikator yoki shifrlangan ma'lumot saqlanadi. Bu qurilma dasturiy ta'minotni noqonuniy foydalanishdan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Dastur ishga tushganda shu kalitning mavjudligi va ichidagi ma'lumotni tekshiradi. Agar kalit topilmasa yoki ma'lumotlar mos kelmasa, dastur ishlamaydi. Bu mexanizm dasturni faqat ruxsat etilgan foydalanuvchilar tomonidan ishlatishga imkon beradi. Dasturiy ta'minotni noqonuniy nusxalashdan himoya qilishning eng ishonchli usullaridan biri. Bu jarayon elektron kalitning dasturiy ta'minotni himoya qilishdagi asosiy rolini ko'rsatadi degan ma'lumot bor bizada. Bu nima uchun kerak? Misol uchun, biror tizim ishlab chiqamiz va u tizimga shuning joyini biriktiramizki, tizimga bir kerakli joy bor. Ya'ni kerakli ma'lumot bor. Bu ma'lumot shifrlangan ko'rinishda saqlanadi. Va ma'lumotni biror fleshga yozib qo'yamiz. Agar dasturni ochadigan bo'lsak, birinchi bizdan so'raydi, o'sha ma'lumotni kirishni. Misol uchun ko'pchilik kim biladigan bo'lsa, USB token deb aytiladi. USB-ga, ya'ni fleshga bir narsa tashlab beradilar banklarda va sizni bank tizimiga kirishingiz uchun bu kalit bo'ladi. O'sha kalit asosida siz shu bank tizimining ichiga kirishingiz mumkin. Bu ham to'g'ri shu narsa, bu ma'lumotlarni o'g'irlanishidan tizimni ruxsatsiz odamlarni kiritmasligi uchun xizmat qiladi. Ya'ni tizim ochilganda faqat ruxsat etilgan odam, ya'ni fleshkasi, shu tegishli fleshkasi bo'lgan odamgina tizimga kirib biladi. Mana shuning tushuncha elektron kalit degan tushuncha. Elektron imzo deb aytsak ham bo'ladi bu narsani. Shu fleshkaning ichidagi imzongiz, shaxsiy imzo. Imzo chekmasangiz, imzo qo'ymasangiz tizimga kirib bilmaysiz. Har safar tizimga kirganda imzolab keyin kirasiz deb aytsak ham bo'ladi bu narsani. Xo'sh, elektron kalit qanday ishlaydi? Uni ko'rinishi oddiy fleshka. Shuni fleshka va ichida shu tizimga kirish uchun fayl bo'ladi. Xo'sh, o'sha tizimning o'zining kerakli faylidan. Endi u qanday ishlaydi? Elektron kalitni ishlash mexanizmi oddiy, lekin samarali bo'ladi. Quyidagi bosqichlarda dastur va kalit o'rtasida maxfiy suhbat amalga oshiriladi. Ana endi fleshka bilan tizim nechik ko'rinishda ishlaydi. Shu narsani ko'rib chiqsak bo'ladi. Birinchi programma ochiladi. USB portlarni skanerlaydi. Shifrlangan ID ni o'qib oladi. USB dan kodni tekshiradi va to'liq kirish ruxsatini amalga oshiradi. Mana shuning ko'rinishda ishlash prinsipi. Bu jarayon dasturga faqat mos keluvchi elektron kalit ulanganidan to'liq ishlash imkonini beradi va noqonuniy foydalanishdan cheklaydi. Ko'rdingizlarmi? Aynan shu fleshga ulansa, o'zi tomon shu tizimga kirish uchun taxlangan fleshka asosida bo'lsa, shuni fleshka bo'lsa kirib biladi. Boshqacha bo'lsa, uni soxtalashtirishning imkoni yo'q. Boshqacha bo'lsa, tizim ruxsat bermaydi. Doimiy turaveradi. Xo'sh, foydalanuvchi dasturga kiradi. Dastur ishga tushadi, foydalanuvchi interfeysini ochadi. Yangi narsa maxfiy kod. Ikkinchida dastur USB kalitini tekshiradi, ya'ni kompyuterdagi barcha USB portlarni skanerlaydi va USB portlarni skanerlangandan keyin USB portlar bilasizlar, yana portlarni. Shular USB port deb ataladi. Shu USB portlarni skanerlagandan keyin aynan qaysi portimda bizani fleshga ulanib turibdi. Shuni topish kerakda. Keyin ikkinchida, uchinchida maxfiy kod o'qiladi, ya'ni fleshkaning ichida yangi tizimga mos keladigan kod bor. O'sha kodni o'qib olishi kerak va tekshiradi. Keyin to'rtinchida tasdiqlash jarayoni bo'ladi, ya'ni agar tizimdagi ichindagi kod
tizimning ichidan kod bo'ladi. USBdagi koda mos keladigan bo'lsa, shunda sizlarni tizimga kirishga ruxsat beradi. Xo'sh, keyin ishga tushirish, agar kod to'g'ri bo'lsa, dastur to'liq ishlaydi va ekranda keyin tizimni asosiy interfeysi ochiladi. Bloklangan holat, aks holda dastur bloklanadi yoki cheklangan rejimda ishlaydi. Misol uchun, agar USBdagi kod mos kelmasa. Himoya mexanizmlarini ko'rib chiqamiz ekan. Elektron kalitlar dasturiy ta'minotni turli xil xavf hujumlaridan himoya qilish uchun bir nechta qat'iy mexanizmlardan foydalanadi. Hujumlardan himoya qilish uchun mexanizmlar. Birinchisi autentifikatsiya, ya'ni nechik hujumlar bo'lishi mumkin. Sizda tizim USB tokeni asoslangan bo'lgan taqdirda autentifikatsiya, foydalanuvchi identifikatsiya qilish, buni bilasizlar, xudorim aytib o'tirish shart emas. Autentifikatsiyani o'tgan darsda o'tganmiz, tushuntirib berish shart emas. Keyin litsenziya nazoratini bilasizlar. Ya'ni biror dasturiy ta'minot ishlab chiqargan kompaniya ma'lum vaqt davomida sizlarga mahsulotidan foydalanishni qo'yadi va shu vaqt muddatlari ahamiyat berish kerak bo'ladi. Informatsiya ma'lumoti bo'yicha noladi. Dasturdan faqat ruxsat etilgan son foydalanadi, ya'ni sizni foydalansin deb belgilasa, shunga doir amallarni bajaradigan bo'lsangiz, shunda sizni qabul qiladi. Har bir kalit o'ziga xos litsenziya chegarasiga ega bo'lib, ko'pchilik holatlarda bitta kompyuterda ishlatishga mo'ljallangan. Kod bergan taqdirda ham shuning xususiyati bo'ladi. Kodni unga muddat belgilanadi. Va shu muddat asosida USB token bilan USB kodli USB'lar bilan tizimdan foydalanishingiz mumkin. Keyin kriptografiya, ma'lumotlarni shifrlash, maxfiy kodlarni yaratish, kalit ichidagi ma'lumotlar murakkab algoritmlar bilan shifrlangan bo'lib, ularni o'qish va nusxalash juda qiyin hisoblanadi. Ya'ni uning ichidagi kodni o'qib olib, boshqa fleshga yozib, keyin tarqatish imkoni bormi degan tushuncha bo'lishi mumkin. Deyarli imkon yo'q, tushunasa, bu yerda ma'lumotlarni, o'sha kodlarni, kalitlarni shifrlashdan foydalaniladi. Maxfiy kodlarni yashirishdan foydalaniladi. Shuning uchun uni copyright etib olganingizda, nusxalab olganingizda tushunarsiz narsaga duch kelasiz. Keyin antipiratlik degan narsa, ya'ni noqonuniy ko'chirishni va piratlik qilishni oldini oladi. Kalitni nusxalash yoki emulyatsiya qilish juda qiyin bo'lgani uchun dasturning noqonuniy foydalanish amaliyotda amalga oshmaydi. Ya'ni antipirat degan narsa, misol uchun biror dasturni piratskiy versiyasini ya'ni buzib kirish mumkin. O'sha buzib kirishdan himoya bor ekan bu yerda. Antipiratlik degan shu narsa. Buzib kirgandan keyin uni ma'lumotlarni olishi mumkin, ichindagi tizimni shunday amalga oshirishi mumkinki, любой USB bilasa yoki USB ulamasa ham tizimga girish imkoniyatini berishi mumkin pirat vositalarida. Xo'sh, elektron kalit turlarini ko'rib chiqamiz endi. Shunday fleshkalar asosida amalga oshirilishi mumkin. Kirish tizimlari, elektron kalitlar, elektron kalitlar xavfsizlik darajasi, funksionalliklari bo'yicha turli xil turlarga bo'linadi. Har bir turi o'ziga xos afzalliklar va cheklovlari mavjud. Oddiy USB dongle degan narsa, kriptografik kalit, tarmoq kalitlari. Birinchisini ko'radigan bo'lsak, faqat identifikator saqlaydi, arzon lekin xavfsizligi pastroq oddiy elektron kalit sifatida ishlaydi va asosan identifikatsiya uchun mo'ljallangan. Oddiy bo'lgan bo'lsa, maxfiylangan ko'rinishlari o'zgarishi mumkin. Misol uchun oddiy shifrlash algoritmlarini qo'llanishi mumkin yoki umuman qo'llanmasligi mumkin. Oddiy bo'lgan bo'lsa, faqat shu girishni ta'minlab beradi, maxfiyligi kam. Shunda bo'lsak bo'ladi. Kriptografik kalit degan ichida maxsus chip bo'ladi ekan, shifrlash va elektron imzo yaratadi.
juda xavfsiz va murakkab hujumlardan himoya qiladi. Eng yuqori xavfsizlik darajasini ta'minlaydi. Kriptografik kalit shifrlash algoritmlaridan foydalanadi ekan. Shifrlashni o'zi yaratadi. Tarmoq kalitlari bir nechta foydalanuvchi uchun server orqali boshqariladi. Tarmoqdagi bir nechta foydalanuvchi uchun litsenziya resurslarini boshqarish imkonini beradi. Server administratorlari tomonidan boshqariladi, ishlasin desa ishlaydi, muddatlar qo'yiladi. Shular tarmoq kalitlari hisoblanadi ekan. Xo'sh, afzalliklarni ko'rib chiqamiz. Elektron kalitlar dasturiy ta'minotni himoya qilishda bir qator muhim afzalliklarga ega. Ichki afzalliklari bor. Elektron kalitlarni dastur piratligini kamaytiradi. Aytganimdek, buzib kerilgan ko'rinishdagi dasturlarni kamaytirishi mumkin. Agar buzib kerilgan dastur bo'lgan bo'lsa, unga ishonch ham bo'lmaydi. U dasturni o'rnatish orqali hujumchini biror narsasini ham o'rnatib qo'yishingiz mumkin. Kompyuteringizga ruxsat beradi u narsa. Misol uchun yoki parollarni o'g'irlaydi, yoki elektron pochtalarni buzib kiradi, skriptlarni bir vaqtning o'zida o'rnatib qo'yishingiz mumkin. Mana shu narsani kamaytiradi ekan piratlikni. Qachon ishlaydi? Qachon sizda shu USB bo'lgan bo'lsa va USBda mos kalit bo'lsa. Himoya kuchli hisoblanadi. Faqat kalit orqali girib bilganimiz uchun. Oddiy crack qilish qiyin bo'ladi ekan. Kriptografik kalitlar murakkab algoritmlar va maxsus chiplardan foydalanadi. Litsenziyani boshqarish oson, foydalanuvchilarni boshqarish kuzatish qulay. Har bir kalit o'ziga xos identifikatorga ega. Masalan, har bir kalita, ya'ni USB ichidagi kalita identifikator moslashtiriladi va muddatlar beriladi litsenziya. Uni internet orqali boshqarish mumkin muddatlarni. Misol uchun, agar litsenziyasini sotib olgan bo'lsangiz, yana shunda muddatni internet orqali onlayn ko'rinishda o'zgartirib beradi. Har safar borib shu dasturni litsenziyasini olishingiz shart bo'lmaydi. Offline ishlaydi. Internet shart emas ishlaganda, tizim orqali ishlaganda kalit faqat USB portga ulanishi kerak, internet ulanish talab qilinmaydi. Internet ulanmasa, tizimni buzib kirish kamayadi. Lokal ishlanadigan bo'lsa, faqat kompyuteringiz qachon kimnidir qo'lga tushsa, foydalanib yoki biror amalni bajarib turadi tizimda. Bo'lmasa, internet orqali masofadan turib uni hujumlarni amalga oshirishi mumkin emas. Mana shu taraflari elektron kalitlarni afzalliklari hisoblanadi ekan. Biror dasturiy ta'minotni himoyalashda. Kamchiliklari bo'lishi mumkin. Qo'shimcha qurilma talab etilishi mumkin ekan. Narxi bor, o'zini ya'ni litsenziya degan tushuncha. Keyin yo'qolib qolishi mumkin. Flashga yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Noqulayliklar bo'lishi mumkin. Ba'zan foydalanuvchi uchun noqulay. Kalitni doimo ulab turish kerak bo'lsa, bu qulaylikni pasaytiradi. Misol uchun, har safar flashga ulab o'tirish kerak. Qaysidir bir vaqtlari port ishlamay qolishi mumkin. USB portlar va shuning ko'rinish boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Bular elektron kalitlarni kamchiliklari hisoblanadi ekan. Yoki biror vaqt talab etilishi mumkin. Flashkani o'qib, shu zagruzka qo'yib qolishi mumkin. Misol uchun, biroz vaqt 1-2 minut kutib qolishingiz mumkin shu tizimga kirishda. Shuning noqulayliklari bor ekan. Endi qayerlarda ishlatiladi? Maxfiy tizimlar bo'lsa ishlatilishi mumkin. Ichki korxonaning ichki tizimlarida qo'llanilishi mumkin. Keyin tashqi bank va moliya tizimlarida qo'llanilishi mumkin. Eng tashqi sanoat dasturlarida qo'llanilishi mumkin ekan. Ulardan yana misollarni ko'rib chiqamiz. Aynan qaysi dasturlar shu elektron kalit orqali ishlaydi. Professional dasturlar bor ekan. AutoCAD, kimdir biladigan bo'lsa, 1S, MATLAB, Adobe Professional, CorelDRAW va boshqa shunga o'xshash dasturlar. Bank va moliya tizimlari uchun dasturlar bankni o'zini dasturlari. Misol uchun, Agrobankni desktop versiyasi kompyuter uchun dastur Agrobank. Qachon shu tizimga kirib bilasiz, qachon sizda USB token bo'lsa, USB kalit bo'lsa. Sanoat dasturlari bo'lishi mumkin.
maxfiy tizimlar bo'lishi mumkin. Masalan, davlat va xavfsizlik tashkilotlari, ichki ishlar, misol uchun, davlat xavfsizlik xizmatlari shu joylarda, misol uchun USB tokenlardan foydalansak bo'ladi ekan maxfiylikni oshirish uchun. Xo'sh, shunda xulosa sifatida nima deymiz? Elektron kalit yordamida himoya qilish bu dasturiy ta'minotni noqonuniy nusxalashdan himoya qilishning eng ishonchli usullaridan biri. Bu texnologiya bir nechta afzalliklarga ega: kuchli himoya, oson boshqaruv, internetga bog'liq emas ish joyi xavfsizlikni ancha darajada oshiradi. Ya'ni lokal ko'rinishda ishlashi internetsiz bu xavfsizlikni ko'p oshiradi. Nechun desa, ko'pchilik hujumlar internet orqali amalga oshiriladi. Piratlikka qarshiligi bu masalan tizimni buzib kirisha qarshi hisoblanadi. Bu yerda endi noqonuniy nusxalash amaliyotini qiyinlashtiradi. Ya'ni bir tizimni o'zini nusxalash imkoniyati. Nechun desa, sizda nusxalagan taqdiringizda, masalan, avtokad o'rnatdingiz kompyuteringizga, sizga identifikator beradi, USB elektron kalit beradi va ID biriktiradi. Shu kalit asosida, shu ID asosida avtokadni ishlatib bilasiz. U avtokadni boshqa dastur o'rnatadigan bo'lsangiz, unga boshqa kalit kerak bo'ladi. Mana shu joyi nusxalashdan himoyalash deb aytiladi. Xo'sh, kuchli xavfsizlik va kriptografik himoyani ta'minlaydi, litsenziyani boshqarish va kuzatish osonlashadi, offline rejimda ishlaydi, piratlik qilishni amaliyotda qiyinlashtiradi. Ayniqsa muhim va qimmat dasturlar uchun juda samarali. Professional dasturlar, bank, moliya tizimlari, sanoat dasturlari va maxfiy tizimlar keng foydalanadi. Barcha dasturlar uchun elektron kalit zaruriy emas, lekin ayniqsa muhim va qimmat dasturlar uchun juda samarali hisoblanadi ekan. Shu bilan yakuniy fikrlar bor. Yaxshi xavfsizlik, birgalikda foydalanish, yaxshi tanlov. Yaxshi xavfsizlik elektron kalitlar dasturiy ta'minotni noqonuniy nusxalashdan himoya qiladi. Bu yana bir himoya qatlami. Buni aytib o'tdik. Birgalikda foydalanish, elektron kalitlar boshqa himoya usullari bilan birgalikda foydalanish mumkin. Bu kombinatsiya yanada mustahkam himoyani ta'minlaydi. Elektron kalitlarni boshqa himoya usullari bilan birgalikda foydalanish degani, elektron kalit bilan birgalikda agar internet bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, antiviruslarni o'rnatish, misol uchun boshqa xullas himoya usullari degan shu narsa, yoki bo'lmasa kriptografiyadan foydalanish, shifrlash usullarini amalga oshirish, shunday narsalar bo'lishi mumkin. Agar dasturingiz muhim yoki qimmat bo'lsa, elektron kalit yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Bu qo'shimcha xarajat talab qilsa ham o'z foydasini beradi. Misol uchun nusxalanib ketmaydi. Agar siz dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi bo'lsangiz, dasturiy ta'minot yozib biladigan bo'lsangiz, shu elektron kalitni qo'llash ayni muddao bo'ladi ekan. Ya'ni boshqa odamlar ham, agar uni pullatib chiqaradigan bo'lsangiz, boshqa odamlar ham nusxalab ketmaydi. Shunda har bir odam o'zina kalit beriladi. Shu kalit asosida dasturdan foydalansa bo'ladi. Bo'ldi, shu bilan amaliyot tamom.